Mandan haqdorlar. Qarzlaringlarni berib ketinglar, o'zingizlarda bo'lib, sutma-sut yurmaylik. Olib kelinglar qarzlarni. Sizda qarzi bor insonga 2 og'iz shirin so'z. O'g'loy qarzingni ber. Hamid og'ayni 10 ming dollaring qancha qaytarasan? 10 yil o'tdi-yu. Mashina olding, mashinani yedirib ketishdi. Shunda ham qaytarmaysanmi? Bir ikkitasi qarzi bordi, avvalambor kerak qarzi bor. O'zangi. Алло. Совесть есть, где мои деньги? Mendan hech kimning qarzi yo'q, men qarzdorman. Xudo xolasa beraman. Voy, ilohim baraka topsin, umri uzoq bo'lsin, pulimiz tezroq qaytadi. Qarzi borlarni sevaman va minnatdorman. Men sendan roziman, jigar. Nigora qarzingni berib ket. Ketguncha sizlarni ham yer ko'tarib yuribdi-yu. Jigar, qachon qarzingni berasan? Qaytara olmayman, kerak emas siz. Assalomu alaykum, bratim, qandaysiz? Og'abek do'stim qarzingni ber. Qarzinglarni tezroq beringlar. Kimga qarzi bo'lsa, mana 200 ming, o'shani qaytarsin. Biz ismlarni aytib o'tirmayman. Men daftar juda ham zo'rbaroq. Men qarzi borligini ismlarni aytmayman. Qiyomatga qolmasin. Siz ham o'z so'zingizni izohlarda qoldiring. Kutamiz. В новом году я желаю всем всего самого хорошего, особенно должникам. Men o'z fikrimni aytadigan bo'lsam, men olamdagi 8-mo'jizamanda, to'g'risini aytsam. Assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimiz O'zbekiston ahlini kirib kelayotgan yangi yillar bilan tabriklaymiz. Qarzi bor odamlar yangi yilgacha uzolishinglarni so'raymiz. Eski yilda qolib ketsin qarzlar. Rahmat e'tiboringiz uchun.